Shunda ayollarga uylaninglarki, nikohingizga olgan ayolingiz, dadajonisi sizni mahallada qani qo'shni, qarindosh urug'lar o'rtasida, tanish bilishlar o'rtasida eng obro'si baland, eng taqvodor, 5 mahal namozga polvon, Xudodan eng ko'p qo'rqadigan duogo'y inson bo'lish uchun men nima xizmat qilib beray degan xotinni olinglar deganlar. Dadajonisi oilamizni islomiy oila bo'lishligi uchun, farzandlarimizni xudojo'y, Xudodan qo'rqadigan odobli, Qur'on yodlaguvchi, qori bo'lmoqligi uchun men nima xizmat qilib beray degan xotinlarni nikohiga olinglar deganlar. Shunda ayollarga uylaninglarki, nikohingizga olgan ayolingiz, dadajonisi sizni mahallada qani qo'shni, qarindosh urug'lar o'rtasida, tanish bilishlar o'rtasida eng obro'si baland, eng taqvodor, 5 mahal namozga polvon, Xudodan eng ko'p qo'rqadigan duogo'y inson bo'lish uchun men nima xizmat qilib beray degan xotinni olinglar deganlar. Dadajonisi